Yo, bolalar. Hozir sizlarga men Skyblock qanday qilishni o'rgataman. Birinchi, misol flat dunyo qilib olasizlar. Mana like, obuna bosib qo'ying. Shu yaralgan joylaringdan tepaga ketasizlar. Faqat yaralgan joydan bo'lish kerak. Boshqa bitta blok oldindan bo'lsa ham bo'lmaydi. Shu tepaga qurib chiqib ketasizlar. Juda ham tepaga bo'lish kerak. Keyin tepaga shunaqa qilib tepaga qurib chiqib ketaverasizlar. Mana bo'ldi. Mana mashigacha qilasizlar. Undan eng tepasigacha chapasroq qilaylik. Ja tepaga chiqsalaring bo'lmaydi, chunki daraxt o'smay qoladi, limitiga to'g'ri kelib qoladi. Keyin xohlaganlaringcha bunaqa platforma qilib olasizlar. Endi kattaroq qilib, endi suv qo'yasizlar, lava qo'yib olasizlar, daraxt ekib olasizlar bitta. Endi mana hozir survivalga o'tamiz. Survivalga o'tgandan keyin tushib ketib qolsak, mana. Mana qaytib shu tepada yaralaveradi. Mana faqat shu yerda yaraladi. Ko'rdilaring? Endi hozir bitta narsa qilib ko'ramiz. Sizlarga qanday qilib Skyblock narsasini to'g'rilashni aytib o'tib ketaman. O'sha qum qo'ygandan keyin pastdagi qumni narsa qilib tashlaysizlar, hammasini buzib tashlaysizlar. Oxirigacha. Shu oxirigacha tushib buzib tashlaysizlar. Keyin mana bu yog'iga shuncha kattalikda yana bir qator qo'shamiz. Keyin bu yoqqa ikkita mana. Bu yoqqa yana ikkita qo'shamiz ekan. Yo'q, bu yoqqa bitta ekan. Keyin pastiga maslahatim bedrock qo'yib qo'yinglar, chunki bedrock qo'ymasalaring bilasizlar, tosh qo'ylayman deb tushib ketib qolishlari mumkin. Eng pastgisiga bedrock. Kommentariyada yozinglar. Men o'zim ham Skyblock o'ynaymanmi, yo'qmi? Agar ko'p odam ha deb bo'lsa, Skyblock o'ynab chiqaraman. Shunday qilasizlar. Chiqib bu yerga o'zi tosh qo'yish kerak. 3 qavat tosh qo'yasizlar. Keyin bitta daraxt ekasizlar. Xo'sh. Shu birorta daraxt, lekin oddiy daraxt bo'lishi kerak. Oddiy daraxt baribir yaxshi. Buni oddiy ekib qo'ymaysizlar, buni o'stirib olish kerak. Chunki baribir o'sish qiyin bo'ladi. Mana o'sdi. Keyin mana hozir bu blokni ishlatib turay. Mana birorta xohlagan joylaringga shunday lava bilan suvab lavani bu yoqqa qo'yasizlar, suvni bu yoqqa qo'yasizlar mana. Keyin cheksiz Asas. Menda o'xshamay qoldi. Teskasini qilib qo'yibman. Suvni bu yoqqa, lavani bu yoqqa edi. Mana. Cheksiz qo'yiladi. Mana suv pastga tushib ketmasligi uchun blok bilan yopib qo'yasizlar. Endi o'zlaringga bog'liq pastga tushmasliklaring. Bari lava bilan tushmaysizlar. Yana yopib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bosing va kommentariyaga o'zingiz izohingizni yozib qoldiring. 250 ta tez bo'laylik va boy va kambag'alning ikkinchi qismi chiqadi. Hammaga rahmat.